Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Nurdoğan Büyükkeski, Mutlusan'ın fabrika müdürüyüm. Xudo xohlasa chiroyli bir yig'ilish majlisi bo'ladi. 10 mingta mahsulotimiz bor. 85 ta davlatga eksport qilinadi. Dealerski set orqali sotuv bo'ladi. 9'a 5'ten 250-70'e kadar kablo kanallarımız var. 6 ve 10 kA ürün grubumuz mevcut. Biron bir tushunmagan savolinglar bo'lsa, berib ketaylik. IP'niligini o'zgartirsangiz bo'ladi. Seni mahsuloting mana sertifikatga tushmas ekan degan gap bo'lmasligi uchun hamma sertifikatni deyarli olib qo'ygan ekan. Sizlar o'ylagan narsani o'ylab qo'ygan. Öncelikle Murat'cığım sana çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım bile getirdim. Sizler için üretiyoruz biz. Hani talepleri, fikirleri, önerileri bizim için çok kıymetli. Arkadaşlarımız hep tüm O'zbekistondan. Tekrar hoş geldiniz. Sizi burada görmekten, ağırlamaktan çok mutlu olduk gerçekten. Bizlarni mahsulotda ko'proq odam yezsanglar yanada xursand bo'lamiz. Bugun biz Mutlusan kompaniyasiga boramiz va ishlab chiqarish jarayonlarini o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Sifatli mahsulotlar qanday chiqarilishi yoki bizga kerak bo'ladigan texnik xarakteristika, ya'ni texnik tasniflari bo'yicha chiqarishlarini va ular bilan dildan suhbat uyushtiramiz.